Navoiylik haydovchi akalarimiz uchun zo'r ish topdik. Navoiydagi Karik Trans logistika markazi barcha haydovchilarni ishga taklif qiladi. Ish izlay yuribsizmi? Bu videoni oxirigacha ko'ring. Navoiy Karik Trans logistika markazi xalqaro savdoda yuklarni qabul qilish, saqlash va manzilga tez, xavfsiz hamda ishonchli yetkazib berish faoliyati bilan shug'ullanadi. Bugun esa bizda siz uchun aniq taklif bor. Logistika markazi professional haydovchilarni ishga taklif qiladi. Yo'nalishlar aniq: Latviya, Litva, Belorussiya, Rossiya, Xitoy va boshqa xorijiy davlatlar. Eng muhimi, doimiy ish. Yo'nalishlar bor, reys bor, ish to'xtab qolmaydi. Haydovchilardan faqat bir narsa talab qilinadi. Y kategoriyasi bo'lsa bas va haydashni bilsa bo'ldi. Vizani esa o'zlari tayyorlab berishadi. Sizni rasmiy ish joyi kutmoqda. Mehnat shartnomasi ham yuritiladi. Ish haqi yaxshi va o'z vaqtida to'lanadi. Jamoa do'stona, sharoitlar yaxshi. Vaqtni boy bermang. Agar siz ish qidirayotgan haydovchi bo'lsangiz yoki shunday tanishingiz bo'lsa, bu videoni albatta ularga jo'natib qo'ying. Manzil Karmana, Toshkent trassadagi Tirpakdan hamma bilsa kerak. Shundaqona logistika markazi yozuvidan topib kelaverasizlar. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun pastdagi profil va raqamlarga murojaat qiling.